Bu yerda migirlamay o'ltirib turing. Hozirlik kelaman. Negarsiz? Qalayimqamdan yurma. Odamlar do'stini ayrilmoq, hech chekkatma. Deganimda qilib chiqa. Bo'ldi, deganimda qilib. Jumtur. Asta arqanqa o'ril. Arqanqa o'ril deyapman. Masaqchi. Yaxshi, deganimdek qil. Hakikaten mükemmel kinodikiga o'xshash ekan. Bak. Hala. Güzel. Otur. Kim otur? Kızım onun arifine gel. Hop başla. Adanalı. Del vaqtida keldim. Men bu seni izleyip turatdim oğlum. Ne oldu başta? İsmingiz nima? Fikret. Piko desekmi bo'ladi? Bu kelishgan erkak degan ma'noda. Sizning ismingiz nima? Men ismingizni so'radim. Baş mudir hazır telefon qildi. O'tgan qitim saxta kiyimlari bilan kichik klublarni besib, ichida ishlayotgan qizlarni bo'zak qilgan, keyin tajovuz qilgan heliqi ishlar tutildimi? Sormak başlayalım. Şu taplarda benim kelişip gidiyordu. Nomussuzlarning baş qo'yildi biri. Endi bizning kimligimiz va sharafimiz bilan o'ynashga o'tirdi bular. Allohi billahim. Sen aralashma. Qo'ymaysan. Nima? Yaloqchi. Saxtbas. Qo'ymaysan. Hammasi sen. Sende hamma ayıp bor. Nima degan cho'ng ayıp bu? O'tir. Gap qilma. Kechiring başla. Muhim emas. Odamlar kuniga kecha bir qancha ko'ngil ish o'rinlariga besib kirib, xaridorlarni parakanda qildi. Uy egilaridan majburiy pul talab qildi. Xalqmo kichik oldiq kelgan soqchilarning kimlik so'rashni o'rgansin boshqa. Albatta o'rgansin. O'tan. Shaxsan men har qanday chaqda ular ko'rsatdim. Ansirma. Bu to'g'riliq jiddiy ishlayotdi. Pat yaqinda hammamizning kiyimlari o'zgardi emasmi? Her qanday bir pula oldiq kelganligi do'kondan soqchilik qo'rimizni setib olamaydigan bo'lsin. Ha, olamizmi albatta. O to'g'riliq ancha ansirab ketma o'g'li. Bundan keyin hech kim ruxsatsiz soqchilik ololmaydi. Yaxshi. Yaqindi. Bizlar xalqning qo'damiga tirishayotimiz. O'lim burnimizga turib tursinmi? Askarlar bilan kurash qilyapmiz. Bu nomussizlar bu yerda shahrimizga daftar qilyapti. Bunda bu xalq bizga ishinamdi boshqa. Ha, to'g'ri, albatta ishlamaydi-da. Bosh mudir hammani tutib baldiroq turmiga solanglar deb buyruq qildi. Bosh ustiga boshla. Men hozir bir tutib kelay. Yaxshi ketgin. Surishtirishni boshdan boshlashni ta'kidladi o'g'lim. Qo'limizda bexatarlik kamerasi, suratdan boshqa hech qanday bir yuk uchi yo'q. Shapurot.
Stop. Men turg'izlat. Tamkin bo'l. To'xta. Endi hurmatli mudirim, hurmatli shapur bosh komisarim, ruxsat qilsanglar, bu nomuslarni tutishinglar uchun men sizlarga yordam qila olaman. Sen bizga yordam qilsan? Ha? Allah. Bayram qildik, nimasi bor? Kendinki öğren. Kendinki öğren. Ben sanki kıladım. Kendinki öğren. Kendinki öğren. Melfakçı, ciddileşme Allah. Oldu, yürüyorlar. Olunlar tez. Haydar. O adamların o'rnini sen qayerdan bilasan? O'z vaqtida bular bilan bizning DVD guruhidagilar xili ko'p aralashgan. Demakchi bo'g'inim bizning birodarlarimizning birodarlari bilan aralashib ekan. Lekin men hozir to'y qildim. Yo'q, Adanalı. Bu adam kim? Men Modix kim ekanligini bilmadim boshliq. Qaysi toshni ko'tarsam, ostidan bo'sh chiqyapti. Sizlarmi hamma toshni ko'tarmanglar? Boshliq, mening ismim Fikrat. Ammo do'stlarim meni qisqacha Piko deydi. Chunki boshqalar mening oqsoqolligimni ko'rib, meni hamisha italyanlarga o'xshatib qoladi. İtalyancha Piko degan gap kelishgan erkak degan gap. O'tiring. Joyingda jim o'tir. O'tir joyingda. Men aslida o'tirmoqchi edim. Og'zingiz yo'l. Men qara italyan ko'zlari. Sen şu tapda bu yalgan sakçı guruhining o'rnini inib bilamsan, bilmamsan. Voy shapirot. Senden so'rab baqay, sen hayotingda qancha qitim menga o'xshash alayda odamni uchirtib baqding, ha, degina? How many times like me? Qo'llaringni barmoqlaringni o'yintib yapqinma. Shunday yutib dedim tatiman beka. Ma'qul. O'zingni besib ol, ha? O'zingni besib ol. Men o'tiray. Endi adresinde. Voy, undaq adres yo'q. Yo'q dedim-mi? Yo'q. Men degan tijoratchi. Ya'ni sen menga bir narsani bersan, men sana bir narsani beraman. Inglizcha nima deydi? I give you happy to me, happy to you. Ya'ni-ku. Ularning adresini men sana deb bersam bo'ladi.
lekin bir shartim bor. Sen bana adresini demey durup hizin olmay bana şart koyup sen. Tebriklayman. Allah Allah. Endi gapimiz boshlangandan keyin men bu shartimni dey. Meni bu o'zinglar bilan birga bostirishga ib borsizlar. Shunchalik adresini deb berman. Bo'lmasa hargiz adresini deb bermayman. Ben rolimning muhitiga kirishim uchun o bostirishni boshdan kechirishim kerak. Haqiqiy bir bostirishni ruhimda his qilishim kerak. Shu chog'da men ondan rolimni cho'kalayman. Şunu atamsız. Adam kızık adam sen o. Allah Allah. Ne kızısını kılmak yiğit var. Şeylerin yüzüğü teydin ongo. Göstermiş sonra. Yaxşı kaldım. Bayşı. Ama orada kısamak. Bu emlakını bırak. Uçtuğundan bayışan boğu dek. Başlık. Bunun dönmüş kısık koptu. Sen demek kayakı yaxşı görsen ha? Stop. Ha? Aca, qog'ozlar qalin bersangiz bo'lsa, adresini yozsaydi ham. Akla. Hocam, polis yezisining poch nomeri qaysi? Yozay. Ha, unda bo'lsa, assalomu bilanlar. Edilxonim men bo'ldi. Deganimiz to'g'ri ekan, Sofiya. Qaysi gapni? Sizni rasmli bir ko'rsatib etibdi. Bu yerdami? Hamma yerda. Dadamning xafa bo'ldi. Neymiş oldu? Tek sizin oldunuzla Hikmet degenin adamları geldi aka. Hamma narsani urib chiqyapti. Rıfkı'nın ahvali yaxşı emas aka. Hikmet kaltak bilan urdi. Temur, derhal maşinaga chiq. Rafkani doktorxonaga olib Ma'qul aka. Sizlar kun qaraygan aman to'nimizni ichib kirishinglar. Kechida Hikmatni yo'qlab kelamiz. Ma'qul aka. Bo'ldi aka. Tamam. Merhamet, bana bu adresi. Qilishgan gaplarimiz aramizda qolsin. Shopur suyimlik bosh komissarim, qandaqli bo'lsa yana ko'rishamiz. O'zingga yaxshi qara. Eng go'zal kunlar, eng go'zal kechalar sen bilan bo'lsin. Mushundaq davomli kulgin, sana kulga bak yarishadi. Burutlar teximi esil. Suyimlik mudirim, tunishqinimizdan bakmo mamnun bo'ldim. Haqiqatan bak talaylikkansiz. Mushundaq bir yaramli odamingiz bor ekan. Tabriklayman. O'zingizga yaxshi qarang. Salomat bo'ling. Xo'sh. Ya Allah, senin muşkulun muşer emes çağda ben özümde tolumu bəxtlik his qılattım bilemsen. Ben yine erkin buluşum kerek idi. Mundaqsa aytqanda
Sizlar meni qo'yib bersanglar kerak edi. Nechqa? Chunki o'zimni o'tga tashladim, adresini yozib berdim. Bir yaxshilik qildim. Sizlarmi menga yo'l qo'yib meni qo'yib bersanglar kerak. To'g'ri dedimmi, mudirim? To'g'ri. Qaltir. Xo'sh, bosh komisarim. Bu yoqqa kel. Qani bu İtalyan güzelini al. Buraya çumağına tecrübe. Başüstüne baş komiserim. Çumakçı? Adisyon. Adisyon? Kimden kuralı var? Ben kural veriyorlar. Özümle itibarım. Özümle itibarım. Stop brot. Hatta kaptı. Ha boldu. Başla. Biz derhal yeni kıya göre vazifemizi adapte edelim. Ma'qul balam, işlerin asan bo'lsin. Başla. Sofya şanınızdı mı? Vazifeli men açtım burun. Onu bir görüp geleydik. Sofya. Sofya. Ketdi mi? Ketdi mi? Kaçtı mı başla? Yo'q, ansirab ketma. Birga qichib ketmadi. Ishonchlik odam uning bilan billa. Qaysi ishonchlik odamlar bilan? Edil xonim uning bilan billa. Demek Edil bilan billa? Edil bilan? Ansirab ketma. Ular menga xabar qildi. Bir oz ilgari tomoq chiqib ketibdi. Başla. Ben sizden kechirim so'rayman. Ben sizni qizimni ameliyat qo'ysam, sabr düşmanım tutib qo'yibsiz. Bu qanday ish deymadi? Düşmangimi? Qani balam. Sen ishingga borgin. Eng kechiksa 2 soatgacha gap bo'ladi. Qizingga men ko'z quloq bo'laman emasmi? İşin asan bo'lsin. Hech Allah. Hemmeler, cayınları durunlar. Tamam. Qanday qilamiz bosh komisarim? Ularni tutamdiq. To'xta endi. Saqt qiyofda kiribsizlar tutaq. Kungacha aniq tartib ketishmi? Ularni bag'a yerga tutib berib, jinoyat naq maydonida tutishimiz bor. Bosh ustiga bosh komisarim. Vazife dairesideki barlık adımlar. Ma'lum adamlarning kayni tushimiz. Dakika qilinglar. Herkes o'zinglarni oshkorlab qo'ymanglar. Tamam. Dadam kelyapti. Sizlar dokladni yozib ustidan qo'yib qo'yinglar. Men sirtga chiqib kerak. Dadangiz emas-ku. Emasmi? Bu degan san'at komissar.
Acaba o'xshaydi mi? Bo'ldilar, o'xshamaydi qo'ysin. Saqchi idorasiga dadangsak odamdan ikkisi ortiq ketadi. Menimcha bu dunyoga dadam gapini ikkisi. O'rdiga nima bo'ldi? Mayli. Kiring. Qaytib keldik mudir. Ya Allah qizim, nega ketdinglar? Qancha soat bo'ldi sizlar tamoq chiqib ketgili? Ha, qaytganda bakli mashina qisqanchilik ekan. Yo'lda bir ish bo'lgan o'xshaydi mudir. Bu go'zal qiz menga omonat. Buni bilasiz-ku. Bilaman mudir. Kechikkanligimiz uchun sizdan kechirim so'rayman. Iliq Yavuz bosh komissar tek qaytib kelmadimi mudir? Yo'q, tek qaytmadi. Menimcha bo'lganda dadam berib kelganimizni bilmagan bo'lsa. Yo'q. Tehi ikkinchi vazifadan qaytmadi. Ikkinchi vazifa. Asoratli atkazchilarni tutqili ketgan. Hozir yolg'on saqchi jinoyat guruhlarini bostirishga ketdi. Ammo mudir, menimcha mening bu ishlardan asraqmi xabarim yo'q. Siz uni mening ruxsatimsiz hech qanday harakat qilmaydi degan edingiz-ku. Qara qizim, onunğa bu o'rinni men berdim. Chunki u saxtipazlarga darslarimni odonalik eng yaxshi shaklda tushuntirib qo'ya oladi. Tushundingmi? Saqchi, qo'yani tez boshlanlar. Tez. Moy. Baş komiserim, ulan nima qilib kelgandi? Çoğum işire biz qalamaydigan ishlar bo'lyapti. Bo'lmaslar, yaqinchi mushundaq galak bostirib kelar ekan. Chunki hech kim ularning kimligini so'rab olmaydi. Biz saqchi andan o'rningizdan turing. Biz saqchi. Siz bir chiqing. Joyingizda jim turish. Hamma jim turish. O'rningizdan turish. Tez. Yo'q bu. Bu yoqqa. Bu yoqqa. Hech bu yoqqa. Mana bu yoqqa. Chiqa bu yoqqa. Bo'la. Bular. Bir yoqqa turing. Chiqing. Hem yandan chiqing. Chiq. Aga. Siz ishni qilasiz. Bular. Yes. Kelishib yoqqa. Chala qo'ymay turinglar. Mana hamyan. Hamyan aka. Hamyanimni nimda qolasizlar? Sizni yumush. Yelib aka. Kelib tur. Yo'q, Angin. Men endi saqlayamag'layman. Kerak, boldiroq tutaylik shu nomusizlar. Ularga shunda qamlashtirib bir o'y qo'yib beradi. Qanday Angin? Ha, bendiler. Binanın bir xatarligiga qattiq diqqat qilinglar. Bir sana bu yoqqa beringlar. Yana bir sana bu yoqqa kelinglar. Hech kimni sir chiqarmanglar. To'ppasi. İşimiz o'ngishli bo'lgan iloyim. Juringlar. Allah so'qan bo'ladi. Men ko'rib emasman turib hech kim harakatga otlanmasin. Biz bu saqchi, ularimiz saqchi. Jur endi. Chiqing. Ekrana. Ha, bo'ldi. Nasa? Mıza. Qo'lini bichib qo'y. Ha, mana. Aznangizni tez bo'l. Mana. To'xtanglar. Qo'lingizda. Yigitlar, biz bu saqchi. Bu yerda nima ish qilyapsizlar? Ha, mana qaranglar. Bu mening kelishkam. Ha, ishlar tugabdi. O'tgan ish salavat. Sizlarni tabriklayman. Qaltis chiqibsizlar. Rahmat. Men bosh komissar Yavuz. Salomat bo'ling. Ha, bu yoq yordamchim Angin bo'ladi.
Balkim ismimni anglagan bo'lishim mumkin. Biz gap bo'g'ish ishni bitirib bo'lsizlar. Hozir chiqibsizlar. Rahmat sizlar. Shundoq bosh komisarim. Bu yerda hamma ish bizning kontrolligimizda. Qolsanglar, ketsanglar bo'ldi. Saqchidorsiga bularni saqlamanet olib qo'yamiz. Bo'ldilar, birodar. Biz bu yerga keldik. Ishni bilib bajaraylik. Bilib bajarsak yaxshi emas. Ya'ni biz bularni markazga chiqarib olib boraylik, ha? Sizlar taqdir bo'lib. Menlar, epinglar. İçide. Bu işini tüketip tezrak işini çıkarıyla gittiler. Baykutu'ya başkomiserim. Rast birodarlar, sizlar qaysi markazga ishlaysizlar? Qaysi markazga? Katıköy'de işleyimiz. Bizim Karaköy'de işlaymiz. Sizlar qaysi şöbedin? Asayiştin. Yalgan söz avatsan birodar. Bizmi asayiştin? Biz ahlak kurupsa lekin... Yani biraz düşen sana uruq tuqqan chiqib qalam to'q dedi. Hey birodar. Bir yerda ishlab turib qandaqlarcha bir-birimizni tonimaymiz, ha? Hiç tushunmadim. Angin. Bulan tonimsan. Bularni tonimayman başkomisarim. Mana qara, anginimi tonimasa? Nima bo'lsa markaz berib parang so'yla. Shirolay yigitlar. Biz endi bu hikmetni nima qilamiz aka? Tushundim aka. Dadangizning ustiga berib o'ltiring. Dadangiz to'g'ri debdi ekan. Sizga eng bexatar joy dal mushi ekan.
Başlıq. Savdo-sotiq markazlarining sinalg'u lentalari keldi. Aka, tezroq ko'raylik. Selmuş ayol. Başlıq. Bu ayol kim? Hozircha aniq emas. Faqat Sofiyaning uzr tushganligini bilaman. Menni ko'rib baxtim bo'lamdi. To'xta, ko'rinishlarni beshik qaytiraylik. Evet, tez bul Allah, tez. Tez, bu yakka. Tez bul Allah. Siz demiş qildapmishsiz bunday qildinglar. Bu yakka. Ulan bu yakka gel Allah. Bu yakka bir Allah. Hemen Allah bu yakka gel Allah. Ulan başını çıkır Allah. Başkomisarim, endi qanday qilamiz? Allah ulanni xotirjamlik qilishdi. Ha, sizdan bu yakka Allah. Kızlar bulunlar, çakar. Başını çıkınlar. Tez. Bizlar hafif ketaylik. Kaçaylik. Başını kal. Başkomisarim, ular kaçtı. Yaxşı oldu endi. Endi işimizga fıtık aşan bo'ladi Allah yo'q. İşimizni rahat ishini bitirgan bo'ldik. Chaqar bo'l. Bu yoqqa endi, bu yoqqa. To'xta, nomussizlar, to'xta. To'xta! Buni tutmaylar. Faqat Yiroqdan tatib tur. Ba'zi kichik ko'rinyapti. Aniq ko'ramadim. Azroq yaqinlashtiraylik. Bo'ldi. Selmuş ayol. Sofiya. Ne bo'ldi Sofiya? Tanımda kendisiz. Tamam. O beni asla.
Oğlum nima bu? Başkomiserim bunukini bilsem. Aha. Ha. Nasıl hareketlendi? Haydi. Bunu bozdu galası. Gel koysal. O namussuz abdaklar. Kılığa işlepilmeyecek saksı yapıp gelip yüzünüzün köküne kara. Sizlerin sebeplerden halk bizi işlenmeye ordudu. Bu pes iştah, namussuzlar. 44, 42, 10. Başka yalgan saçlarını tuttuk. Yaxşı. Başkalarımızdan kontrolümüzden. Aferin yigitlar. Yaxşı kızlar. Bizini tuttuk. Yaxşı. İşte kendime musundan kırış gerek. Yaraysızlar yigitlar. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran. Maymunlar cehennemindeyim, hiç kimse duymamış. Sordum, hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Korkular dolup taşınca komşulardı anlamış. Yalancı şahitler çoğalmış, ordular da saf almış. Sanki herkesten altında pozisyonlar penaltı. Yer altından kitlemez çoktan fareydim, çok yol aldım. Korktum bazen ben de herkes gibi umudum kalmadı. Fakat sabır pozisyonlar penaltı. Yer altından gönlüm kavga etmek istemez, bıktım da zaten. Şerefsizlerle uğraştık, şaşırmışlar anlatmak. Beyinsizlerle sohbetler, gereksizlere öğütler. Bakışlardan bellidir kim ne ister, niye senedi. Orada kimse yok mu, hadi biraz ses ver. Orada ben sıkıldım, yaklaş bana el ver. Eninde sonunda görüşeceğiz elbet. Şimdilik benimle bu kadar iyi bu mesafe. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Aka, ben özümü tutup olamak etmem. Biz işe kirip ulanın boynunu sundur öteylik. Olmaydı. Etrafına tinchlikni saqlashimiz kerak. To'g'ri, menimcha bo'lmaydi. Hozir yaxshi bo'lmaydi. Shundaqmi aka? Ko'p kunduzda bulanchilik qilsak, kechayotganda boshqalar ko'rib qolmamdi. Şuna bereket apay. Selamet olun başkomiserim.
isming nima saqab? Samat. Komissar Samat. Men Yavuz. Baş komissar Yavuz. Laqabim Adanalı. Görüşünüzden hoşalman baş komissarım. Bunu sen elbette. Sen kıyamı? İstanbulluk baş komissarım. İstanbul? He. Texmiş burutun olamı? Elbette. Muşu 3-4 yıldan beri muşundaq burut koyup aldım baş komisarım. Məxfi vəzifələrdə və başqa işlərdə xeyli əsqatıdı. Muşundaq burut koyup alsam xalq arasında texmi erkin azada hərəkət qıla alayman emasmı? Onda qanaqdı o. Rast gap qılıb atarsan ya? Acab bilməydi ekanman. Yersi qaytmadı mı bula? Bıçakçı neymiş kıyatkandı? Neymi yavatkandı? Tova. Allah Allah. Kerem. Saksıpezlerge tazı geliştirip dersler doklaştık. Ben keldim ben. Xəbər tapdın oğlum. Aferin sana. Aferin. Rahmet. Heç qaçan bundaq saxtipəzlərə göz açqızmaydıqanlığımızı həmmə adam bilsin. Şundaq olsun. Hazırgıca mening kichik jodim bilan cho'ng jodi qaytib kelmadimi bas? Hey oğlum. Tam to'g'risining qulog'i bor. Undaq jodi deb chaqirayverma. O degan qiz bola yana kelib sening boshlagan jodi deb haqorat qilsang, uning qulig'iga og'inib qolsa, o'choqda ovorsizlik qilsan. Men qutqizolmayman. Biz o'tdan ko'yishni o'rganib oldik boshliq. Har qanday ko'yishga tayyorligimiz bor boshliq.
Sofiya selfie aram. Edilmo mendan ruxsat so'radi. Sofiyani uyiga ketdi. Nima? Bir aram bo'layapti, ha? Nim bo'pti? Og'rib qoptimi ya? Og'rib qoptimi? O'g'lim, jiddiylashib ketma. Hech qanday ish yo'q. Balkim charchab qolgandir. Men tosh bilan yog'ochni topsa emas-ku. Nima hech kim menga xabar qilib qo'ymaydi. O chaqda sen vazifa ustida tursang, sana qanday xabar qilatdim? Men ruxsat bilan boshla. Men dafalmaydi. Bo'ldi. Qaytgan o'g'lim. Meningcha Burtuni elmasang kerak. Faqat yaxshi. Aka, biraz içip ketmegandi. Sen bu yerda yetib arama. Biz bir 2 soatda qaytib kelamiz. Ansirab ketma, birodar. Men sen uchun bu ishlarni bir nechini o'rman. Kechirgin Rıfkıcan. Ularni istemek sana hakaret buludu. Gene efendiler. Özümüzni gösterge vakit geldi. Aka, maaf kuraldan emsen. Ya canım. Neymiş kalmdı? Çünkü sen biz bilen bağmaysan. O yerde kırıp Rıfkı'ya hemra bulursan. Akacan lekin. Ayşegül. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran. Maymunlar cehennemindeyim. Hiç kimse duymamış. Sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Korkular dolup taşınca komşular da kanlamış. Yalancı şahitler çoğalmış. Ordular da saf almış. Sanki herkes ben altında. Pozisyonlar penaltı. Yer altından çıktım ben çoktan. Tarihi çok yol aldım. Korktum bazen ben de herkes gibi umudum kalmadı. Fakat sabırsa aramızdaki en büyük farktır. Gönül kavga etmek istemez. Bıktım da zaten. Şerefsizlerle uğraşıp şaşırmışlar laf anlatmaz. Beyinsizlerle sohbetler. Gereksizlere öğütler. Bakışlardan bellidir. Kim ne ister niyet bellidir. Hocam. Kaçıran yalnız kalırsan.
Müşrik meni qo'rqib ketmasin deb o'zimni kayniga otdim. Kechiring. Bir hayvon emasmi kesh bo'lganda uning axloqiy ketsa, gunoh emasmi? Bir maxluq bo'lsa. Tushunaman. Qo'ng'iroqni siz baqsangiz deymi? Sofya istedimi? Shunda ichida. Uy kiring. Allah. Hech qisi yo'q. Samay kiravering bo'lmasa. Yo'q, bir uy oyoqdan kirish baxtsizlik etib keladi. Yani sırt hancılık lanet avarsızlık baxtsizlik olsa hoş uyga ep keladi. Allohdan qo'rqsin, uyni bo'ytirib qo'yadi. Shuna oyoqni izdirib ketish kerak. Allah. Oyoq shundoq nomus bo'lamdi. Nomussiz oyoq. O'tgan ona. Qarang, bu oyoq yerida meni bo'zaq qilyapti. Endi nima buni? Nomussiz oyoq. Bugun havo sovuq deb bug'dagi yopganmi? Yaxshi qilsiz. Voy, nima qiladi bu? Voy. Ayağımı şu kadar nomussuz olamdı. Allah, ayağı degemi bu kadar şerefsiz olamdı hanım. Bunu silish kerak derler, sanmay bo'lmaydi. İşiniz olsa, siz qilavering. Men hozir deganingizni kelman, ha? Bo'ldi, komissar. Siz ishingizni qilavering. Voy, o'lib ketdi. O'lib ketgach, kirish qilib chiqmayapti. Assa, bu oyoq meni bo'zaq qilyapti. Bugün bu ayağını kiyishga majbur qolgan edim. Aytib qo'yma. Hech qisi yo'q. Yardım kerakmi bosh komissar? Yo'q, chiqyapti mana. Nomussuz bilmaydigan oyoq. Boshqalar chiqmay oyog'ini birdamdan silib bo'ladi. Nima deb bundan chiqmaysan deyman. Nomussiz. To'y. Qilmamsan. Endi ishga kiraylikmi? Nima? Sapnikesh bilansiz. Uyingizda sapnikesh yo'qmi? Kechiring, unutib qoldim. Lekin menda aram sapnikesh yo'q. Mana bular bor. Mehmonlar uchun ep qo'ygan. Yana bumi bor. Xo'sh. Shundoq, xohlamamsiz? Xo'shmi? Shundoq. Bu intayin issiq. Men doim uyda mushuni kiyib olaman. Bir adamlar bir popuch. Bo'ldi. Kesh bo'lganda ishimizni tushmaydi endi. Mushunda to'ylar. Rahmat. Ixtiyoring. Rahmat. Voy, qizim Sofya. Nimishqa o'tirsan bu yerda? Nimishqa? O'ta. Yegan bir narsang ziyon qilib qoldimi ya qizim? Yo'q, men yaxshi.
Modul bo'lasiz deb qizimga kaskanmas bir narsani yig'ib qo'ydingizmi nima? Bu qiz nimada bo'lib qoldi? Azroq ochiq tushing. Bo'lmaydi Edil xonim. Yerim odamalik bo'lsa, uning oshqozini ko'tarmaydi-da. Ular kaskanmas küçük narsani uning oshqozini ko'tarmaydi. Men tax yedik demadimmi? Yemakchi edik, lekin yemay turib ketdim. Ha, yana qizimni osh qo'ydingiz. Siz hozir nima demoqchi? Qizimni zo'lab tomoq olib chiqib, keyin uni osh qo'yib, qoldirsiz. Nima? So'rlar. Kızım ben sana idara kagicha idoradan ayrılma. Meni saqla dedim-mi, demadimmi? Edil xonim, ansirmang. Men bor bo'lsam dadingiz hech narsa qilolmaydi. Menimdan baq qo'rqidi deydi. Nima? Allah Allah. Men sizni qo'rqamanmi? Allah Allah. Qo'rqsangiz, texi yaxshi. Neymiş qanday? Chunki men sizning boshliqingiz. Men qarang Edil xonim. Biz ota-onaliklar Allah'a bütün riştimiz bilan bağlangan haq. Biz faqat Alloh tilini o'qiymiz. Aferin. Aferin. Kızım Sofya, o seni aç koygaçqa qand miqdorini tuvalab ketgan bo'lsa kerak. Yura qizim. Bu uydan chiqib ketayli. O'tildi kavxonaga berib, odana kavbini buyurtayli. 2 minutda yaxshi qolsa qizim. Men og'rib qolmagan tursam. Nim bo'ldi unda bo'lsa? Chiroyingda ayni samandek sarg'ayib ketibdi. Bugun savdo markazida opam meni ko'rib keldi. Opam. Qandoqsiga? Sizga buning nihoyatda cho'ng bir xatolik bo'lganligini boshqalar eskartgan edim, xonim. Endish qilg'idek hech qanday ish yo'q. Hech kimga tutilib qolmasdan qaytib keldik qo'ymana. Ammo bexatarlik sinalg'u lentalarini turk saqchilaridan burun biz qo'lga tushiramidik. Bu bizga ovorsizlik etkilishi mumkin. Hech qisi yo'q. Mening o'ylasini bilishimda hech kim meni taniyolmay qoladi. Agar Sofiya xonimni o'z suratlarini ko'rib qolsa-chi, Hekmatning nima degan chiroyli mashinalar bor. Shundaqmi bolalar? Alloh ko'z tegishdan saqlasin aka. Har biringlar birdan tanlab qo'ydinglarmi? Tanlab qo'ydik. Ha, tanlab qo'ydik. Oldidagi pikap meniki jimo. Hech kimni tutqizmayman. Men bu shunday demoqchi emasman. Chapirimning rangini shunga asosan tanladim. Qani qarab boqayli. Hekmat chiqibcha biz ziyorat qilaylik. Apamni sen tanıdınmı? Kızım, bana 17 yıl oldu apağını görmeyeli.
Hozir nima degaman Bika? Yillarning o'tishi bilan tabiatda odamning xotirasilik suratlar asta quvonishadi. Uning ustiga bu yerlik suratdagi quvva. Kompyuterda nur chechilib aniq ko'rgizib bo'lmayapti. Men bilaman. Bu mening apam. So'mkisidan tunib qoldim. So'mkisidanmi? Ha. Bu so'mkini men tug'ilgan kunda istaydim. Biroq qizim, so'mka setildigan yana faqat bir tala so'mka setilibdi. Nima? Albatta bunday so'mkalar chiqib ketadi dedi. Meni sarang ko'ma. O mening apam. O meni ko'rib keldi. Chunki o meni sevgandi. O menimsiz yashayamaydi dada. Sofiya! Bu qizning shuncha ovoz so'zlik markazining qahvaxonasida nima ishi bor? Men sizga demadimmi, bu qizning ahvoli intayin xatarlikda. Bu qizning opsi o'taganlar, endi bu qizning peydida. Salonikda beshimizga yomg'irda yaqqan o'qlarni, o'tgan kuni ishik oldiga kelgan josuslarni shunchasiz unutib ketdingizmi xonim? Sofiya bugun u yerda yolg'iz emas edi. Uning yanida sizga o'xshash uni qo'g'diradigan bir soqchi bor edi. Hay soqchi u. Sizningcha kim bo'lishi mumkin? Bilmayman. Topolmadim. Sofiya bugun uyda yolg'iz emas edi. Endi sizga o'xshash soqchi bor edi deb ketganingiz chiqib. Voysanki soqchimiz. Ishqala qiliq chiqirib. Pok chiqirib. Uni bir cho'ng tashladi. Ne oldu? Benim polisliğimi beğenmediniz galiba. Bilemiyorum vallahi, şu ana kadar bir polisliğinizi görmedik henüz. Nasıl? Marazali ile yemeklere, sinemalara gidip parklarda el ele dolaşmalar, güvercinlere yem atmak falan polislikten sayılıyorsa ben hiç anlamıyorum o zaman bu polislikten. Ben eski kafa polisim hanımefendi. Anlamam öyle antik kutik filmlerden, fırlama işlerden. Benim metodum en kestirme yoldur. Suçlunun peşinden koşarım, yakalarım, bileziği yani kelepçeyi bilene takıp adalete teslim ederim. Şu ana kadar elini tutup yanağından öptüğüm, aşkım, sevgilim falan dediğim öyle bir suçlu olmadı. Olmadı. Allah bin şükür.
gelmiş adamlar. Yok demiş. Hadi ya sen. Bir şey bakın. Çıkar gelir onlar. Mana. Kapı olmayı peşimde koyuyordun amca. İşte mi geç kaldınız? Git ha? To'xtab turing. To'xtab turing. Undan qasam tutiladigan ish yo'q. Siz bugun nemishqa mendan ruxsat olmay sirtqa chiqib ketdingiz, ha? Ruxsat olmay dediniz mi? Chunki men sizdan boshqasiz. Men sizni mening ruxsatimsiz ham buyruqimsiz sirtqa chiqmasligingizni eskartganim esimda. Tushundim. Yani ben tarih eser etkisilerini o'rnini bilgen ciddi paytda u etkisilerge telefon qilib, güzel kardeşim, kapı olmay turgan yerinizde birden turup durun. Abırkımda ruhsat elip, andın yeningizga baray deyishim kerak mi? Ha? Shunda desam bo'lamdi? Ha? Allah. Aşında kazanda kaynap to'xtab qolasan artist. Budiskat, çirmashqat. Oyg'ini biladi, unutdim meni. Vallahi. Güzel kardeşim, joyingizda jim turib turing. Men amrig'imdan ruxsat olib, ondan yeningizga boray. Deb ketganini qara. Qaran qizcaq. Kelib. Başliqim. Men bilan nima elish berishim to'g'risini faqatla bilamadim. Men o'zini vazirlik otib atgan. Cayhun daryo bo'yidan kelgan Anadolu bolasi. Men undan har chiqqan shamolga egilishni, yukinishni yaxshi ko'rmayman. Siz balkim nemish men bilan qolganligingizni biladigansiz. Men bilan o'yin o'ynash sizga zo'q ata qilish mumkin. Natijada, boshliqim, sizga men ovozini ortiq chiqarib gap qilamayman. Shunisi qizimdan jiroq turing. Bo'lmasa ovozini shunda qattiq chiqarmanki, quloqlaringiz tam bo'lib ketadi. Xayrli akşam.
Ne ketkendi o bolak valla. Yo'qolib ketgandi bular. Uxlayapsan sen? Benim bu insanlık tarixi soralgan ağlağızı sual olsa gerek. Uxlayapsan sen? Ahvalın qanday? Xeyli yaxshi. Her nim bo'lsa. Bugun Sana qirg'aligim uchun kechirim so'rayman. Yo'q, hech vaqasi yo'q. Sen bu to'limi yomon bir kuni beshoni kechirding qizim. Qanday bo'lmasin bir kuni eshildi bu arabchachi. Arabchachi degan nima ekan? Arabchachi demak ishlarning qalayimqon bo'lib ketishi, yolg'on va rostning olishib ketishi demakdir. Yani çizilişip yetişti belki. Çizilişip. İrmaş olup getirdi.
Meni chaqirtib ekansiz xonim. Bugun meni paylab qo'g'ilgan yeriqa ayol zodi kim? Sofiyaning yanida nima ish qiladi? Darhol odam avatib buni aniqlab chiqinglar. Sizning deganingizdek qilamiz xonim. Ali, Sofiyaning qishida nima ishonch bor edi? Tamam. Ehtimol men nəhayət üçün bir xatalık ötküzdüm. İşler bağın siri mürekkepleşip ketvatıdı. Apanın hayat oluşunu Mehmet'e arzu kılamam kız. Bilemem. Ben dedim bir az ayılcamlar muamele kıldım. Yani akıl bilen oylaganda o ayolun apan buluşu şeksiz hakikat. Boptu. Hazır senin azabın gelir. Anca-munca bunda xo'p qilishdan normal ahvol. Lekin hammasi vaqt bilan o'tib ketadi. Qaytadan o'zini tutib olib chiqib tursan. Bir gap bor. O'ltirmagan azob kuchdan turadi. Rahat bo'l qiz. Alloh senga rahat ato qilsin. Sana shunday. Xayrli kech. Bugün u yerga kelgansan. Buni bilaman. Endi qayerga kelganini bildim aniq. Men nima qanday muomala qilsam? Ishonaman, cho'qim bir sababi bor. Meni ko'p saqlatma aniqsan. Chunki men seni pek sevdim. Kaşki hayat vagan bolsan var ya. Hemen şu kadar güzel oladın ki. Sen, ben, kızımız.
benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran. Vay. Cehennemindeyim, hiç kimse duymamış. Sordum, hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Korkular dolup taşınca komşular da kanlamış. Yalancı şahitler çoğalmış, ordular da saf almış. Sanki herkesten altında, pozisyon sert penaltı. Yer altından çıktım ben çoktan, fareydim çok yol aldım. Korktum bazen ben de, herkes gibi umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır. Gönlüm kavga etmek istemez, bıktım da zaten. Şerefsizlerle uğraşıp şaşırmış laf anlatmak. Beyinsizlerle sohbetler, gereksizlere öğütler. Bakışlardan bellidir kim ne ister, niyetse nedir. Orada kimse yok mu, hadi biraz ses ver. Orada ben sıkıldım, yaklaş bana el ver. Eninde sonunda görüşeceğiz elbet. Şimdilik benden bu kadar. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran. Maymunlar cehennemindeyim, hiç kimse duymamış. Sordum, hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Korkular dolup taşınca komşular da kanlamış. Yalancı şahitler çoğalmış, ordular da saf almış. Sanki herkesten altında, pozisyon sert. Hayırlı seher yigitler. Teşvik mi başlak? Teşvik mi Samet komiser? Ha, teşvik mi başlak? Yeni haber bak. Akşam kecha yana ish chiqibdi. Urush chiqish, o'g'irlik. Lekin g'alitiri qimmatbaholik mashinalar sotiladigan bir o'rin hujumga uchrabdi. Eng qimmatbaholik mashinadan 5 o'g'irlanibdi. 5 mashin? Mana bu o'g'irlangan mashinalarning tizimligi. Markalar qarang. Eng tuvan deganda har birining bahosi 250 ming bilan 300 ming o'rtasida. Ular mashin bilan hech joyga qacholmaydi. Qatnash saqchilarimiz birdamdil ularni tutib oladi. Yo'q, mashinalar bugun sahar tepilibdi. Shukr. Har nim bo'lsa tepilibdi. Nima ekan? Saryan sahilda. Shu yerga to'xtatdimi? Yo'q. 5 mashinaning hammasini biroqlar dengizga tashlab o'tibdi. Tünögün keç İstanbul'da adamның işenip kelmeydiğen bir bulançılık delosu yüz berdi. Haşamatli bir maşin setiş merkezden o'g'irlangan, her biri 250 ming yevro bilan 300 ming yevro arasındaki qimmat baholik 5 mashina boshqalar tarafidan dal mush dengizga tashlab etildi. Munosabatli xodimlar bu ish to'g'riliq tafsiliy tekshirish etmoqda. Ya Allah aka. Şu mashinalarning hammasini dengizga tashlab etmagan bo'lsak, bir nechasini o'zimiz saqlab qolayotgan emasmi? Şahsen ben bo'lsam, nomerini rangini almashtirib deb, mas'ul chiqmaydigan holat ishlatdi. Ben yig'lab o'tkala pastda qolgandim. O'zimni aram tutib oldim. Mana. Bo'ldi qilinglar. Mo'shundoq bo'lganda bu hikmatga berilgan eng yaxshi dars. Ha. Shundaqmi? Rifqi. Rasaka, ajoyib dars bo'ldi. Ha. Rifqiga yomonlik qilganlar, boshqa aqbat qoldimi? Ansirmanglar bolalar. Oldimizda qiladigan bir ish bor. Shu ishni qilib bo'lgandan keyin sizlarga shundoq mashinadan bir ish kinab beraman.
Oy. Kalk oldu. Kalk oldu. Ege'len ben bakarım. Ege'len görüp bakay. Adınalık. Saran olur. Saran. Beş maşina. Uygurlar çokum 5 adam. Teşkmi. Teşkmi. Keçirin aşığın. Ben hazır dersteydim. Sen turup alaqılışaydı. Geliştik. Dersimizni yaxshi. Hoşumsa. Başqalar biz bilan o'zing so'qashtiryapti. Aka, qaytandik. Ha. Dikkat qilin. Yeni keldik bu yerga. Ha, ne bo'pti? So'zlayveram sen. Bu musulmon qo'ral bilan kelishga beraman. Sizlar bilan vazifa tashga boray. Butun kun bu yerda o'tirib, ichim siqilib ketadi ekan. Ma'qul qilsam, ma'qul bugundan boshlab o'qishni hal qilaylik. Kenanga bir qo'g'dug'ich qo'yay. Undan keyin sen saq, men salaman. Butun kun beshim rahat topsin. Endi o bo'lgan. Butun kun beshim rahat topdi. Voy-ey. Asli sen yanimda bo'lmasang, mening beshim rahat topdi. Allah Allah. Atdigandan ko'chkicha ko'p so'zlaysan qulqimning tubida. Hech narsadan xushal bo'lmaysan. Davomli achchiqlaysan, davomli shikoyat qilsan. Allah Allah. Adamalik dadam bormi yoki dadim bormi mening? Hey, chuntak, banqa. Men sana dadamga til tekizishga bo'lmaydi demadimmi? Dadamga til tekizibsang, tiling ishning tilida. Javob qiladi. Unga. Tunga. Joyma. Xayrli sahar, boshkomisarim. Xayrli sahar. Bu adam sana çok o'xshaydi ekan. Kim o? Bu menga o'xshaydi. Buni kim o'xshaydi ekan? Yo'q. Chiqmoq emas, achchiqni gapiraman. Mama. Teşekkür Mahmudi. Rahmat qizim, rahmat. Salomat. Xayrli sahar. Xayrli sahar. Xayrli sahar, boshkomisar. Xayrli sahar, Sofiya. Sofiya ishkirga, angin tezroq. Xush kelibsan qizim. Xush keldim.
Başlayalım. Bekleyelim. O orunda tonum yerden çıkıp bir adam vardı. Kim o? O Komisar Samet. O yaxshi bir bola. Yaxshi bola. Samet komissarımız sizga o'xshash mening qo'lostimda ishlaydi, Yavuz bek. Bo'ldi. O'zini bir savol. Yana oldimizda qiladigan nurg'un sabah. Mirzalayni tutish uchun o'rinlashtirgan harakatda menga yordamchi bo'ladi. Albatta, ko'rdim. U model vazifalarning rasmlarini ko'rdim. Mirzalayning ish o'rniga qo'yib, manzil suratlardek bir narsani tatib o'tiribsa bu yerda. Qo'lingdan sut o'tiribsa. Mushu vazifa bo'ldimi? Ha? Allah. Qanday qilamiz endi? Boshliqimizning ustunni ruxsatsiz qalayimga qilgan qanaqa odamsiz? Sizga cho'loq tikirib qarash ayb emasmi? Onun üstüge ben hiç nersini qalayım qanqamadım. Suratlar üstelge çekilip ketipti o. Ben şundan bir qarab koydum şu. Ben sizlik demedim mi? Mirza Ali sizlerinin oyluğunun adamı mı? Yeliger adam. Onu şundan bir hücum bilen asla tutamazsınlar. Mirza Ali'nin qoluq tutuş için çoğum onundak oylayışına lazım. İdarimizde onundak oylayalaydıgan bir adam var. Sizler o adamın kimligini bilemsizler. Bilmezsizler. Etme anladın. Aslanım. Qani kira. Qanamsa, sen mi uyga bor? Anamga chandırıp qo'yma. Men qara aka, bu kesim bu uncha marvayt bo'laydigan ishqa men cho'qim bormayman-jimi? Men oldin deb qo'ydim. Vaqt kelganda uni bun desang unamayman. Undaq yo'q. Amsa apam desam bo'ldi. Demek, şuna insanlar kardeşini öldürdü kendi. Aka, aslida qarasak Ayşegül bu qitimqi bulanchilikda cho'ng ishga yarishi mumkin. Masalan, modellik orqali sahnaga chiqa oladi. Modellik orqali yana texi jasuslikmi ib bora oladi.
uf deb mening ichimni chiqaratding sen. Marhamat. Nima bu? Iltimos. Iltimos ekanligini bildi. Nima iltimos bu? Qatnash qurolini talab qilish iltimosi. Bizning angin bilan ishlayotgan mashinamiz bizga tava emas. Shunga o'zimizga tava bo'ladigan qatnash qurolini talab qilishni o'yladik. Bunda bo'lgani texmi yaxshi bo'ladi. Siz iltimosimizni imzolasangiz, yuqoridan beramiz. Biz yuqoridagilarni nima qildik zoti? Qo'limda dastlabki uyg'un bir mashina bor edi yalqatan. Dastlabki uyg'un deganingiz? Shaydan beri bir xil mashina ishlatishni sinab qilyapmiz. Xalqning saqchilar bo'lgan muhabbat tufayli ularga texmi xushroq ko'rinadigan bir mashina bor edi. Xushroq? Men? Allah. Demak siz başlığımızga qarshi chiqib, ona ruxsatsiz harakatga chiqasiz. Ya'ni uning xizmat usulini xohlagancha qalayimqon qilasiz, shundaqmi? Marhamat Yavuz apandi. Yangi mashinalar xayrli bo'lsin. Voy Xudoyim. Kelib qarash kuni. Intiqom so'q bir sabah shundaqmi Yavuz apandi? Bilmegin Allah'a bir koyman. Mazaymış. Ne oldu? Ben kızgınım diye. Oyakta. Oyakta. Saksı maşinesiken bana da olmadı. Başlıklarımız verdi şu. Verdi başlık verdi. Rica emri. Rica. Başkomiserim, qara. Başkomiserim, qara. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bir koymayın. Timur, men bilan bo'l. Ma'qul aka. Nega boramiz aka? Qo'lonchilik qiladigan yani ko'rib kelamiz. Bo'ladi.